alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli haydovchilar. Bugun bitta muhim mavzuda gaplashmoqchiman sizlar bilan. Diqqat bilan eshitsalaring hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bizning kompaniyamizda 2000 ta haydovchi bor. Shu 2000 ta haydovchi hammasi endi har xil xarakterda, har xil fikrda ish yuritishadi, hammasi taksichilik qilishadi. Hammasi o'z yo'nalishi bo'yicha, o'z harakatlari bo'yicha to'g'ri ish olib boryapman deb o'ylaydi. Hech kimni obsujdat qilish maqsadimiz yo'q, faqat ogohlikka chaqirish bizni vazifamiz deb bildik. Qisqasi, aynan kompaniyani yuzi bizni haydovchilar hisoblanadi. Shuning uchun biz aynan shu haydovchilarga ishonib, biz xotirjam shu ishda yurg'izyapmiz va Xudo xolasa hammani uyda qora qozoni qaynayapti. Shunga maqsad nima? Maqsad hammani ogohlikka chaqirish va hammaga bir narsani yetkazib berish. Bu nafaqat o'zimizning kompaniyadagi haydovchilarga taalluqli, balki butun O'zbekistonda haydovchilarga, aynan taksi haydovchilarga meni murojaatim va meni talabim aynan bizning firmamizga, sababi haydovchi bu firmaning yuzi. Albatta hammamiz tirikchilik qilgani chiqamiz, hammamiz tirikchilik qilamiz deb Xudodan so'raymiz va shu nuqtai nazardan men shu taklifni va shu ogohlikka chaqirishni to'g'ri deb bildim va majburiyatim deb bildim. Bugungi kunda, ya'ni shu yil davomida ko'p ichki ishlar tomonidan, umuman nafaqat ichki ishlar, aynan xodimlar tomonidan reydlar o'tkazildi. Reyd davomida ayrim haydovchilarimiz, aynan bizni firmamizda shunaqa holatlar aniqlandi va bizga nisbatan tanbeh o'tkazildi va biz shuni yetkazamiz deb shu video murojaatimiz sizlarga. Xullas, ayrim haydovchilarimiz qonunga zid ravishda bir takliflarga rozi bo'lib turib, pulga qiziqib, xullas jinoyatga qo'l urgan bo'lgan. Yaxshi ham bu tadbir bo'lgan. Yaxshi ham shu nima deydi, shu odam vaqtida tushundi. Ogohlikka o'zi ham hozir sheriklariga hammasiga aytyapti. Sababi bu davr talabi, to'g'ri tushunishimiz kerak hammamiz. Hammamiz ko'chada tirikchilik qilamiz deb chiqyapmiz-da va ertaga men shaxsan o'zim xohlamayman birortasi aynan bizni haydovchilarimiz ichidan birortasi bosh og'riqqa kirishdi. Bugungi kunda juda ko'p taksilar bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilyapti. Haydovchiga bratishka deyapti, tam to'g'ri tushunasan, xullas jicham aytadi, движенияda edik, davay mana aqa-baqa, xullas ajizli gapirib qolsa, bizni haydovchilarimiz ham borda, shu ustira ayrim haydovchilar, xullas bilmaydi, qo'yadi, soqqani olaman, ketaman deb turib, aka nima qilish kerak deb turishadi. Aka, men o'zimiz ham prosta haydovchi bo'lganmiz, buning ichida yurgan yoshligimizda ko'p holatlarda ko'zimiz ochilganda, aynan shunaqa joyi kelgan, bu narsani hech kimni boshiga tushmasin. Lekin biz ham qiyinchilikni ko'rganmiz shu mijozlar orqasidan. Aynan nima deydi, ogohlik qilmaganmiz, aynan xullas e'tibor qilmaganmiz shu mijozga. Lekin shu mijoz mendan mashinamdan tushib turib, borib bitta odamga pokusheniya qilyapti, bitta odamni o'ldiryapti. O'ldirishga harakat qilyapti. Yaxshi u odam tirik qolgan, yaxshi ochildi u jinoyat, men suvdan quruq chiqdim desak ham bo'laveradi. Lekin shu qattiq ko'z ochilgan. Shuning uchun hech kimni boshiga tushmasin, shunaqa quruq tuhmatdan Xudo saqlasin. Lekin shunaqa holatlarni ko'rsatib beryaptiki, yaxshi ham aytyapman, tadbir. Ming bor rahmat shu odamlarga, shu nima deydi, ko'zimiz ochyapti. Aynan shu taksilarni ko'zini ochyapti. Deyapti, bilib turibdi haydovchi, deyapti, ichida bomba bor, ichida narkotik moddalar bor, ichida har xil holatlar bilan men uchebni bo'lsa ham, men hali o'rganuvchi, hali nima bo'lsa ham, lekin
haligi haydovchiga yetkazib boryapti. Siz tasavvur qiling, yetkazyapti, что biz bular jinoyatchi biz ikkovimiz. Uni hattoki haligi qattan bilish kerak, u sumkani ichida degan narsa bas. Gapidan biz o'zimiz psixologmiz. Hamma taksist o'zi psixolog, har kuni 20 ta 30 ta odam bilan gaplashadi. Har xil temada gaplashadi. Bu tushgan kirgan mashinamizga odamni biz shunday payqab kimligini bilishimiz kerak. Shunchalik psixolog bo'lib ketishimiz kerakki, bu kiradi odamni bilyapsiz, harakatlari ham ne to, bular gapirishlari ham ne to. Biz chegaradan o'tkazib yuborsa ham, haligi xullas nechida bo'lsa ham xo'p deyapti yoki bo'lmasam narkotik moddalarni qayergadir xullas yashiryapti-da, hech kimga ishtima demayapti. Ras kirishyapti, ashitga tashab chiqdi desa ham hech kimga ishtima xabar bermayapti. Kimdir shu narkotik agar haqiqatan ham bo'lsa, shu bizni farzandlar tavba qilib ayrim aka-ukalarimiz shu narsaga o'tirib qoladi. Shu narsani eslaridan chiqarmaydi. Ogohlik bu ko'pchilikka foydasi tegadigan narsa. Men boshimni o'tganlik uchun aytyapman. Xudo saqlagan shunaqa holatga duchor bo'lganman. Quruq tuhmatdan Xudo saqlasin deyapman. Hech kimlaring, lekin yana bir bor aytaman, shu bilib turib ham murojaat qilmaslik bu juda qonunga qat'iy. Shu necha yil olsa shu jinoyatchi, xuddi shu yilda siz olasiz. Baravar, bilib turib yashiryapsiz. Jinoyatni bilib turib yashiryapsiz. Shunaqa holatlarda jicha podozrительныйni ayrim bitta so'z ham hal qiladi hayotda. Bir dona so'z ham e'tibor qilinglar. Nima deyapti? Qanaqa o'zini olib ketyapti? Nima xohlayapti o'zi? Qaqa yo'l olyapti? Sumkasida nima bor? Odat qilib olamiz. Odat. Mashinangizga chiqarayotganda sumkada nima borligini aytib o'tish. Bu narsaga ogoh bo'lmasak, bu narsani oldini olmasak, albatta ertaga yaxshilik bilan tugamaydi. Xudo saqlasin. Albatta biz halol ishlab tirikchilik qilamiz deb ko'chaga chiqamiz, lekin Qo'shtirnoq ichida ayrimlar shu jinoyatga qo'l urib, shu taksilarimizni ham o'zi bilan olib kirib ketib qolyapti. Bu nima bo'lgan desangiz, podrobniroq tushuntirmoqchi bo'lsam, shunaqa holat aniqlandiki, aynan bizni haydovchilarimizda pulga qiziqib jinoyatchilarni hattoki chegaradan o'tkazib yuborishga, borib tashab kelishga ham rozi bo'lib, kechasi soat 2 da bo'lsa ham, 3 da bo'lsa ham ular olib borib tashlayman degan. U o'zi jinoyatchilar bo'lgan. U jinoyatchilarni kerak bo'lsa suhbat davomida haydovchiga yetkazishgan jinoyatchiliklarni. Bular aynan jinoyatga qo'l urib turib taksiga o'tirib qolganlarni ham yetkazishgan taksiga farqi yo'q bo'lgan. Hech kimga nima deydi, hech kimga bu xabarni yetkazmagan. O'zini hayotini ham kerak bo'lsa shu yerda atrofdagi odamlarning hayotiga xavf tug'dirgan holda bee'tiborsizlikdan ko'p odamni hayotini xavfga qo'yishi mumkin edi. Yaxshi ham aytyapman, bu tadbir bo'lgan, lekin tadbir evaziga mana shunaqa holatlar bizda aniqlanyaptiki, aynan taksist pulga qiziqib umuman qonunga zid ravishda har xil takliflarda ular rozi bo'lib haligi ishlarini, ya'ni jinoyatga qo'l urayotganini yaqqol ko'rsatyapti. Shu tadbir davomida shu narsalar juda ko'p aniqlandi. Aynan bu yil endi mana 2026-yilda yana ham bu narsaga qattiq e'tibor, bu davr talabi, hammamiz to'g'ri tushunishimiz kerak, taksistlar, hammamiz ogoh bo'laylik va hammani yana bir marta ogohlikka chaqiraman. Aynan shunaqa shubhali takliflar, aynan shubhali narsalar, shubhali odamlarni mashinangizda ko'ryapsiz, bilyapsiz. Birinchi navbatda albatta ichki ishlarga 102 darhol yoki bo'lmasam ashitda nima deydi, rayonda uchastkani uchastkovisiga, hech bo'lmaganda operatorga, srazu bo'lmasam mana bizni bo'lsa bizga, endi xullas qanaqa variant, qanaqa yo'li bo'lsa ham shuni yetkazib, o'zingizni ham hayotingizni xavfga qo'ymasdan, atrofingizdagilarni ham hayotiga xavf tug'dirmasdan vaqtida bartaraf etishimiz kerak. Hammamiz shu narsaga e'tibor qilamiz degan umiddaman. Hammalaringga rahmat. Bizning kompaniyamizni nomi albatta sizning
qilayotgan xatti-harakatlaringizda. Ertaga siz bir ish ko'rsatsangiz, albatta bizni jonimiz achishadi. Albatta biz ham kerak bo'lsa, qaysidir miqdorda sababchi bo'lib qolmaylik. Hurmatli haydovchilar, albatta hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda, men sizlarga albatta ishonaman. Bilaman, sizlar oila, ish va kelajak uchun to'g'ri qaror chiqarasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat.